Bugun a'lo do'konlardagi eng ommabop smartfonlardan biri Samsung Galaxy A17 smartfonimizni sizlar bilan obzor qilamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Smartfonimiz 6.7 dyuymda Super AMOLED ekran bilan jihozlangan. Kamera xususiyatlari esa 50 megapiksel asosiy kamera, uni oldida 5 megapiksel ultra keng va 2 megapiksel makro kameralardan tashkil topgan. Selfie ismi. Selfie kamera uchun, ya'ni old kamerasi esa 13 megapikselda jihozlangan. Smartfonimizning 8 yadroli protsessori kundalik ishlar uchun juda ham tez, o'yinlarda esa barqaror ishlaydi. Bundan tashqari One UI interfeysi esa haddan tashqari sizga qulaylikni ta'minlab beradi. 128 GB xotira hammasiga yetadi. Zarurat bo'lganda esa micro SD yordamida 2 terabaytgacha kengaytirishingiz mumkin. Bundan tashqari smartfonimiz 5000 mAh batareya kuchiga ega, ya'ni bu degani bemalol bir kungacha xizmatingizni qiladi va bundan tashqari 25 voltlik tezkor zaryadlashni qo'llab-quvvatlaydi. To'lovlar uchun NFC mavjud. Bundan tashqari IP elektr himoyasi esa yomg'irdan smartfon qo'rqmaydi. Navigasiya imkoniyatlari kuchli, katta ekran, kuchli kamera va uzoq ketuvchi batareya, bularning barchasi Samsung Galaxy A17 da mavjud. Smartfon haqida qisqacha ma'lumotlarni berib o'tdik. To'liqroq obzor bilan tanishish uchun YouTube kanalimizga o'ting. Linki profil chapkasida.